Hurmatli kanalimizni kuzatib o'tirgan do'stlar, bugungi peshmasmachimiz xudo xolasa 2 qavatli hovli-joy Yevro ta'mirdan chiqqan bo'ladi. Joyimizda boshqa gap qilish mumkin emas. Bismillahirrohmanirrohim deb kelsak, lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, lokatsiyamiz chakkada bo'ladi. Yurtdoshlar, yo'l ham yaqinida joylashgan bo'ladi. Toshkent stilda qurilgan bo'ladi. Orqa tomondan azmoz o'sam matizi bor. Yurtdoshlarning fasad qismimizni e'tibor etamiz. Yurtdoshlar, letniy hojatxonamiz bor. Eshiklarimiz ham darvozamiz ham pultli, to'qli, ishqilib motorchiki bor. Ochiladi. Yurtdoshlar. Berimizda qozon, o'joq hamma narsasi bor. Kamera peshdan ajoyib ondan o'tib chiroyli qilib qo'ydilar ekan. To'y tomosha bersangizlar shu yerda ko'rib, so'rishtirib beraverasiz. Yurtdoshlar, azmoz bo'lsam otislarimiz bor. Oynalarimiz ajoyib oynalardan, panoramli oynalardan qo'yilgan bellarimiz. Fasad qismimiz ham xudo xolasa travtillar urilib, buloqlar urib chiroyli qilib qo'ydi. Pastlarimiz mana bunda do'shab. Burchaklar do'shalib turibdi yurtdoshlar. Bismillahirrohmanirrohim deb kirsak, ilohim amin. Joyimizni o'tkazmasdan to'liq ko'ringlar yurtdoshlar. So'ng tushunmadik, netmadik deb o'tirasizlar. Girgandan berimiz dalon bo'ladi. Girgandan omonliklarimiz bor, omonlik, lyustral qo'yilgan perdalarimiz joyida. To'g'ri berda chatasizlar. To'g'ri kelasizlar, kiyim-kechaklarningiz bilan yashab ketaverasizlar beyda. Yurtdoshlar, qonun esa qo'l urib bilmaysizlar, usta boqamonda bilmaysizlar. Buyanimizda kelaversak, buyanimizda xudo xolasa tak berimizda duh kontining katolimiz turibdi o'xshaydi. Berimizda duh kontining katolimiz turibdi. Oynalarimizni ko'rib turibsiz. Oynalarimizda hamma ishi panoramli katta qilib, past yuqoridan pastachani ko'rsatib beramiz. Perdalardan e'tibor etib, yop-yorug' bo'lib turadi. Ayollarimiz uchun bu endi ko'pincha oshxonada ayollarimiz yuradi. Ana ko'rib deyin. Xonadonlik mestomuz ham oddiyni bu uzatilgan. Gaz plitalarimiz ham ko'rib tursa, mebel ustiga o'rnatilgan, plus için teyinde narsam bor. Yuvitishga bor. Yurtdoshlar. Bu narsalar ham olomon netaman deb bilmaysizlar ekan. Hamma narsasi sifatli narsadan qo'ygan. Patologlarimizni ko'radigan bo'lsak, patologlarimiz ham plastiklardan gipsokardondan chiroyli qilib zo'tilib, nalari deydi, chiroyli qilib ramkatik qo'ydilar yurtdoshlar. Eshiklarimiz hozirgi zamonaviy oppoq chiroyli eshiklardan. Lesisalarımıza keladigan bo'lsak, lesisalarimiz ham shu oppoq chiroyli lesisalardan zerkalar ham qo'yib, chiroyli qilib qo'ydilar. İçini remotuna keladigan bo'lsak, atachenkani atib, chiroyli qilib, ob'oynikini atib, buloqlanib turibdi yurtdoshlar. Berimizda endi ko'rib televizor uchun postavkasi bor, postavka devorda qo'yilgan. Yurtdoshlar, buyanimiz mehmonxonasi bo'ladi. Mehmonxonamizni lyustrasini qaranglar. Lyustrasi yurtdoshlar, patolog qismini qaranglar. Chiroyli qilib uzatilgan. Chiroyli hamma narsasini banda. Devorlarni ramka atib, tashanka qilib uzatilgan yurtdoshlar. Bu yerimizda bir chiqib bir nima desak ekan. Bedanamizda bitta bir ochiq narsa qolib ketgan. Endi yana shuni bo'lib chiroyli olib qo'ydi. Oynalarni hamma ishga ko'chaga qaragan. Meni ilsak xudo xolosini yurtdoshlar kelaversak, ostan. Devorlarimiz ham ajoyibgina oboyamas, atashanka atib, chiroyli bo'lib turibdi. Bu yerimizga kelaversak, lesisan teye hamma narsasi bor yurtdoshlar. Bu yerimizda sanuzet hojatxonamiz. Birinchi qavatniki bu. Ikkinchi qavatindan ham bor ekan. Ko'rib turibsizmi? Bu yerimizga kelaversak, bu yerimizda yana bir spalnisi bo'ladi. Yurtdoshlar, spalni bo'ladi. Endi bu lyustralarimiz qo'ygan, perdalar qo'yilgan. Ana. İkinci qavatına o'tsak endi yurtdoshlar. İkinci qavatini ko'rsak, xudo xolasa, ikkinchi qavatida oppoq chiroyli bo'lib turibdi. Mana. Chiqdik ikkinchi qavatına. İkinchi qavatida bu yerimizda balkon bor. Lyustralarimiz qo'yilgan, lesisada zerkalar qo'yib chiroyli bo'lib turibdi. Lyustralarimiz hamma narsamiz bor. Berimizga kelaversa, yine berimiz bir xonasi bo'ladi. Yanımızda yana bir xonasi, yana mehmonxonasi bo'ladi. Perdelarimiz, devorlarimiz atashanka, g'ollarimiz to'shab turibdi. Patologlarimiz ham figura qilib so'tilgan. Oynalarimiz, eshiklarimiz plastik ramlardan, eshiklarimiz oppoq chiroyli. Eshiklardan o'rnatilgan. Bular ham shu. Berimiz endi sanuzet hojatxonamiz. Yuqoridagisi bu.
İkinci qavatdagi. Bu yanımız yani bir spannisi, aziz yurttaşlar. Diyorlarımız fon olgan ekan bu yerimizde. Bu yanımızdan gözettik. Tak 1, 2, 3 kat çayımız yukarıda. Yurttaşlar narx ekranda yazılıp turadi. Do'stlar tarqatishdan chiqarmagan. Chakkada Agabek hapozimizni uy yonidan kirib kelsangizlar bo'ladi bu yer. Agabek hapozni uy yonida bo'ladi. Endi ko'p odam biladi, ko'p odam bilmaydi. Bilganlar biladi o'zi. Agabekning uyi nedaligini. Chakkada Rayhon bozoridan ketganda bo'ladi yurtdoshlar. Mestasi dim zo'r, gap yo'q. Narxini ekranda yozib qo'yamiz. Like, podpisatsiyadan so'rab qolamiz.